Bunlar nerede asraş ilip bir vasıta kanda Abdul koyuyorsa inkasrayın depekler bilip bakay. Bir Abdul asraş ornu açtım bir kilonlar bir maşinalı asrap birime ciyosunu almıştırıp birimiz dostlar. Löm fikrim ma bitmedim xeridanın aramil şuya. Dostlar mavi bizninki Abdul asraş iş ornumuz mavi. Seninki şu aramil şuya. Mişanda maşinalı koyup koysanlar bizden balla. Asraş ilip barda siz mişada armanızı elip çay işkeş birden bir ardoqunuzdan çıkarsınız buldu. Bunun içinde başka alaylı nesimi yok. Bir Tögün bir teyçünün enstini birini koyup koyla. Bir bord soqqaş tutsan bir yaş balı bord kamera emas mı? Ama yazda binşanlı mijini koyup bir soğuk içimlik bunu koyup fikir. Olamda anınki mavi şu tertip boyunca mana bütün optimumlarının ciyosunu asraş bilen birge müş tertip boyunca mesela rol deyimiz, IB open deyimiz, tormoz deyimiz degandek mana şundaq 20'den çıkıp təşkil hayalının hamısını təşkil edip mesele olsa aslında vaxtı yetkizmez. Onundan başka hem de maylıqda uşaq buzub qağa yalıp qalsa dostlar saymanınla şu sayman almashtırış to'g'ri kelib qalsa şu saymanni sil topsizlar bizning ustam bormish odatdagi remontning ishlardanmi o'disini chiqib birmiz qandaqdir uningga biz almashtirib qo'ygan remont qilib qo'ygan pul olmaymiz yana birisiga bizningki mayli shu avtomobilninki Gio'si olsun mayli Bensushangninki yig'ib olsun mush Gio'ninki hamda biz xayflar bilan meyfu ikkisini tutdik tur bo'yicha tip bo'yicha aznim bor qimmatim bor do'stlarning tanlashi qo'yib qo'ydik lekin azon deb bu azon Gio bo'lmaydigan Gio emas qimmat deb bu qimmatimi yana o'xshash hammasi o'zining yo'ldami shu rolini joriy qildirib turgan gap o'xshamaydi ma Gio'ning tipi o'xshamaydi masalan eng oddiysi shu faqat iqtisodiy qurbitingiz yetishmasa masalan bizning 198 ko'yliq ma xayflarning Gio'si bor 198 ko'yliq avtomobilingizningki Gio'sini almashtirib ketalaysiz. Buningga qanday mashinalar mos keldi desak, o'zining azal masalan 10 ming ko'yliq, 20 ming ko'yliq, 20-30 ming ko'yliq, 50 ming ko'yliqdan tuvan mashinalarga 198 ko'yliq avtolni qo'ysangiz bo'ldi yetarli. 198 ko'yliqning ichida Abdul deymiz, Shaqqi deymiz, filtr deymiz. Mush narsalarning hammasi bor. Ya'ni o'xshash shu normalniy shu jadvalga asosan tashkil ilib berish ishlarning hammasi bor do'stlar. Şu mülazimet intayin yaxşı. Kelsiniz mesela eynek suyunu biz haqsız to'liqlab beramiz. Anoniki mashinangizni bir jüp beramiz. Umum müzik bir tashkilib beramiz. Chaqning yanini tanishib beramiz degandek mana shunda mülazimet bor. Anoniki avtomobilninki ma chaqingiz ufurgan bo'lsa, chaq almashtirdim degan bo'lsangiz, kelsiniz chaqni almashtirib bersak bo'ldi. Teshilib ketgan bo'lsa tasodifiy, mishmatlijan, avtomobilni bir tishilgan bir yemlab bersangiz qilib bersak bo'ladi. Uningga bir azan aqalimiz ham chaqni yemlab berganga. Yana birisi do'stlarimda faqatmish vaqtinlar yetmasa, shu yaqin atrofda bo'lib, masalan Qashqar shahri, Yoshar noyasida bo'lib, faqat vaqtinlar yetmasa, ishga oldish mulozimat qilamiz. Bizga ishonsanglar, biz naq maydonga berib, mashinangizni haydab, eklab, misha optilni almashtirib, yana sizning qo'lingizga sog' salomat yetkazib beramiz. Ishga oldish yetkazish mulozimatlarimiz bor. Qo'llab bergaysizlar do'stlar. Bizning kimsh avtomobil asrash o'rnimiz qurilganligimi hep top qoldi. Xil do'stlar kelib Abdullarni almashtirdi. Shundoq va'da beramizki, bizning Abdul sababidan mashinamizniki motor korpusida masalalar chiqib qolsa, mana egisi biz o'lchamlik, sifatlik mashg'ulot olib berib, mashinamizniki asrash ishlarini intayin yaxshilab beramiz. Hamda mashina hamda bu haydash bilan bog'liq emas, asrash bilan bog'liq. Qancha yaxshi asrab, vaqti-vaqtida Abdulni almashtirib, vaqti-vaqtida tashkilni olib borsak, men ishlamaymanki mashinamiz texnik uzoq paylaydi. Abdul almashtirilgan mashina asraydigan o'rinlar intayin ko'p. Nan tanlash do'stlarningki o'zining ixtiyorligi. Lekin endi biz mo'mish kesib yo'l qo'ydik. Do'stlar bizga texnik ishindi deb o'ylayman. Kelsanglar cho'qim sizlar razi o'g'idek, xush o'g'idek va ajab bir yaxshi qilib berdi, o'lchamlik, sifat qilib berdi degidek qilib, shundoq mulozimatni elib boramiz. Bizning o'rnimiz Janubiy Shinjon xalqaro avtomobil bozori, Yangishahar Chazninki yanida avtomobil bozorimizningki keyin o'rinda mana shu avtomobil asrash o'rnimiz bor. Shu har vaqt kelib do'stlar avtomobillarningki asrash ishlarini bizga xotirjam topshirishinglarni chin ko'ngildan umid qilaman, qizg'in qarshi olaman. Xayr, xo'sh, rahmat do'stlar.